Bismillahirrahmanirrahim. Bugün biz Turus lug'atlar arabiyaniki 3-darsga keldik, ha? Ad-dars al-thalith. Dars başlashdan ilgari darsning ichidagi maqsadlik grammatikalik mazmunlarni bir qur tushunib bitaylik. Hem bugün dersimizde asaslık sözlüğünden mezmun birinciden ismi tafdil, yani sıfatlarınki aşırı şekli. Biz aşırı sıfatlar deyimiz. Mesela biz pil türlüge vaqtda pilden isim fail, isim mef'ul degandek türler çıkır emasmi? Mesela darabadan isim fail şekli daribun çıkıdığı. Muşu daribunninki aşırı şekli Arapça ismi tafdil deyildi. Tercüme cihatta isim failla qilg'uchi etkichi qilgan etken deb tercüme qilinsa, asli mushabbahda an bakra ning ichidagi an degandek tercüme qilindi. Masalan, daribun desa urg'uchi, urg'an degan ma'no tushunami? Bizning aşımı sıfatı şekli afdalu çıkıdı. Afdalu çıkıdı. Bunun tercümesi ning ichidagi en urg'uchi deb tercüme qilindi. Qolganini tafsil depirma. Ikkinchi so'zlaydiganimiz oldingi darsda so'zlagan huruf mushabbaha bildirilmoqchiligi ka'anna bilan lakinna. Biz oldinda degandek ka'anna nimani ifodalash uchun keldi? Tashbih. Bir narsani bir narsaga qanaqa qilish, o'xshatish. Xuddi takni ifodalaydi. Lakinna ikki jumlaning o'rtasidagi farqni bildirib qo'yish uchun keldi. Mayli qaysi ma'noda kelsin, grammatikal jihatdagi roli mubtada xabarining oldiga kelib, mubtadani zavar xabarini qanaqa qildi, pesh qildi. Mubtada buning ismisiga aylandi, xabar buning xabariga aylanadi. Bu bir. Şoňaşqa maňa ka'an bilan lakinnida bak tafsirga to'xtalmaymiz, ha. Üçüncü so'zlamoqchi bo'lgan mazmun erlik ismlarga son keltirmoqchi bo'lsak. Masalan, o'quvchi, talib, shundaymi? Mushuni 3 o'quvchi demoqchi bo'lsak, sonni erlik keltiramizmi, ayollikmi? Mushu masala. Dördüncüsü sanak salla meselesi. Beşinci gelmekçi olan kayda eleyse kezalik cümle şekli. Altıncı gelmekçi olan mesele eyyuhuma. Hem de ismi tefsirla biz zaten şu ef'alu diyen ismi tefsirla ölçüme turayla. Arap dilde 3 xil işletildi. Her kadar ismi tefsir ef'alu ölçümüne geliyor. Hem de şu ef'alu ölçümünden gelen ismi tefsir Arap dilinde cümlelerde 3 xil işletildi. Bir, ef'alu min şeklinde. Mesela biz bir misal alayla etvel. Şundan mı? Etvel diye alsak bu cümlede etvelu min. Mesela cümle tutsam Muhammed etvelu min Bekir. İkincisi ef'alunun keyneki bir tane muzafirleydi birisi gelir. İşletildi. Mesela Muhammed etvelu tullab. Üçüncüsü İlif'le bile işletildi. Mesela Muhammed el-etval. Üç xil işletilgan vaqtga tercüme farqli. Ef'alu min şekilde işletilgan vaqtda din rab deb tercüme qilinadi. Mesela Muhammed etvalu min Bekr degan vaqtimizda Muhammed Bekrdan egizroq.
Muzofillar bilan qo'shilib kelgan vaqtimizda bizning tarjimamiz bu vaqtda ning ichidagi ang deb tarjima qilindi. Masalan, Muhammad atvalut tullab desa, Muhammad o'quvchilarning ichidagi ang ilgisi. Üçüncü xil ishlatilmishi alif lamni qo'yganlar biz boshqalarga gapirmaylam, ang deb tarjima qilsak bo'ladi. Muhammad al-atwal deb kelsa, Muhammad ang ilgisi. Bu bir. İkinci demek çoğunumuz sanlatı. Biz mesela birinci kısım kitapta 3'ten tartib 9'guncha bo'lgan sonlarning ishlatilishini o'rganib o'tgan. Qisqacha deb o'tsak, 3'ten tartib 9'guncha bo'lgan sonlardan keyin kelgan sanalg'uchi ko'plik zir holatda bo'ladi. Son bilan sanalg'uchining erlik ayollik jinsi qarama-qarshi keldi. Masalan, er olib qalsa, buningga qandasan ayolsan, yani ta'liksan. Ayol olib qalsa, buningga erlik qandasan ta'sirsan keladi. Buni biz burun o'rgangan. Endi hozirgi darsimizda biz 11 dan 19 gacha bo'lgan oraliqdagi sonlarni ko'rib o'tamiz. Buni arabcha 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 deb o'qiladi. Erlarga obdan diqqat qilsanglar, talib degan bir so'z misollar deb taqayli. 11 taliban, 12 taliban. 11, 12 da taliban erlik o'g'archiqa, ahad mu erlik shaklida keldi, islam mu erlik shaklida keldi, 10 nima keldi, erlik shaklida keldi. Ammo 13 dan tortib o'zgaraydi. Masalan, 13 taliban. Talib er shundami, erlik so'z. Buningga nima keldi? 13 ta deb nima bilan keldi? Ta bilan. Ammo 10 o'z beti 10 degan beti keladi. 19 gacha hammasi ashula. Masalan, 19 taliban desak, talib erlikmi? 19 ta bilan keldi, ayollik. Ammo 10 bilan keldi, ta'siz keldi. Bu sunna ahli. Üçüncü mazmun derece sayı. Biz o'rgangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 degan sonlar bu son aqson. Masalan, buni tarjimasi qo'shida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deb qiladi shundami? Endi biz masalan 1-dars, 2-dars, 3-dars, 4-dars degan inji darslar bor, sonlar. Buni sanoq darajasi deymiz. Shunday sonlar arab tilida qanday ifodalanadi sonlar? Bunday ifodalanadi. Al-awwal, al-thani, al-salis, al-rabi', al-khamis, al-sadis, al-sabi', al-thamin, al-tasi', al-ashir degan o'xshash. Yani fa'il ölçümünde keladi. Bu sonlarning ayolligi keyin tani birini qo'yasang bo'ladi. İsmida bo'lsa, daraja son bilan sanoq sondan o'xshamaydigan tarafda nima aytamiz? Daraja sonlarda erlarga erlik, ayollarga ayollik kelaveradi. Bizning burunqi erlarga ayollik, ayollar erlikni qoldirsa, bu o'xshamaydi deysiz. Darajalarda erlik bo'lib qolsa, erlik kelaveradi, ayollar bo'lib qolsa, ayollik kelaveradi. Dördüncü mazmun alaysa kazalik. Alaysa kazalikga uyg'ur tilidagi shunday emasmi degan gapimizga o'xshash ekan. Masalan, biz har qanday bir gapni deb bo'lib, siz ba'zan borasiz, alaysa kazalik, shunday emasmi? Siz tunigun mundaq degan tursiz shundaqmi? Ya'ni alaysa kazalik shundaymi? Al-mujmaga ha degan javobni chiqarmoqchi bo'lsak, adabda qaysi so'zni aytamiz? Na'ammi? Yo'q. Odatdagi savollarga berilgan javoblarda na'am ishlatsak, bulishliqni ifodalagan bilan alaysa kazalik deb qolganda na'am ishlatsak bo'lmaydi. Ha demak bo'lsa deymiz bala. Bala. Buni bilib olsanglar bo'ladi. 5-nuqta mazmun ayyuma. Odat ayyumaning cho'ng bir alohida grammatik alohidligi yo'q. Faqat tarjimada u ikkisidan qaysi deb tarjima qilamiz, xolos. Boshqa cho'ng diqqat qilgan nuqtalar yo'q, ha? Endi so'zliklarga al-kalimatul jadida, yangi so'zliklar. Avval men bir o'qib, sizlarga tarjimasini o'tib beray. Mahja'un
مهاجع كوكب كواكب واسع فريق شقيق أشقاء ثمن عالم شهير شهر شهور لاعب لاعبون في المنام الأذهر مهجع يطق مهجع köptiki odatdagi uydagi yotoq emas a maktabniki yotoq binosilari ashlar ishlatildi ko'pincha yotoq binosiga kavkabun yulduz kavakib ko'pligi vasi'on kangri cho'ng deb tarjima qilinadi kangri cho'ng fariqun gruppa atrat komanda gruppa atrat komanda furqa ko'pligi shaqiqun bir tuqqan qarindosh bir qo'saqda yotgan ashqa ko'pligi saman pul undan keyin yana bir ma'nosi bahasi masalan biz uyg'urchada deymiz-ku yanchoqimizdan olgan pulni pul deymiz maktabning puli qancha pulgina deb so'raymiz-ku tijoratchilardan shundaqmi bu yerdagi pul nimada baho ma'noda arab tilidagi samanmi bahoga ma'noda pulga ma'noda alam dünya alam şehir dağınık şehr ay şuhur köplikə la'ib tenhareketçi la'ibun köplikə fil manam uyqa andakin çüş degan ma'nosi bor uyqa yoki nima çüş al azhar azhar universitetning nimasi ismi diyalog kelaylik كم طالبا في فصلكم يا علي في فصلنا 14 طالبا الطلاب في فصلنا أكثر فيه 19 طالبا يا علي ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس اسمه أسامة هو طويل جدا أليس كذلك؟ بلى هو طويل جدا ولكن حامدا أطول منه إنه أطول طالب في فصلنا ومن أطول طالب في فصلكم؟ أطول طالب في فصلنا إبراهيم أدفترك هذا يا أحمد؟ إن خطك جميل جدا ما شاء الله شكرا يا علي خطي جميل وخطك أجمل من هذا الفتى الذي معك يا أحمد؟ كأنه أخوك نعم هو أخي الشقيق أكبر منك هو أم أصغر؟ هو أصغر مني في أي مهجأ أنت يا أخي؟ أنا في المهجأ الخامس وهو بعيد جدا عن الجامعة أنا في المهجأ الثامن وهو أبعد من مهجعكم أيهما أحسن؟ المهجأ الخامس أحسن فإن غرفه أوسع ونوافذه أكبر ومراحيضه أنزف والسرور الذي فيه أجمل Ali, sinfingizda qancha o'quvchi bor? Sinfimizda 14 o'quvchi bor. Bizning sinfimizdagi o'quvchilar ko'proq. 19 o'quvchi bor. Ali, tunugun kelgan yangi o'quvchining ismi nima? Uning ismi Usama. U bak egizgan. Shunday emasmi? Ha, u bak egizgan. Biroq Hamid undan egizroq. U sinfimizdagi o'quvchilarning eng egizi. Sinfimizdagi o'quvchilarning ichida eng egizi kim u? Sinfimizdagi o'quvchilarning ichida eng egizi Ibrohim. Ahmad, bu sizning daftaringizmi? Sizning fochurkingiz haqiqatan chiroyli ekan. Mashalloh. Rahmat Ali. Fochurkam chiroyli. Sizning fochurkingiz texmi chiroyli yoki chiroyliroq? Siz bilan birga turgan bu yosh kim u? Xuddi o'z sizning qarindishingizdeklar.
Ha, o mening qarindishim. O sizdan cho'ngroqmi yoki kichikroqmi? O mendan kichikroq. Qarindishim, siz qaysi yotoqda? Men 5-yotoqda. O universitetdan bakla yiroq. Men 8-yotoqda. O sizlarning yotoqinglardan yiroqroq. O ikkisining qaysi yaxshiroq? 5-yotoq yaxshiroq. Chunki uning yotoqlari kengroq, derazalari cho'ngroq, so'xallari pokizroq va buningdagi karvatlar chiroyliroq. Endi hozir biz tekstning, dialogning ishini bir mulohaza qilib chiqaylik. Biz darsning dastlabida 5 turlik grammatikaga munosib qoidalarni so'zlaganmizmi? Birinchisi, kam taliban fi faslikum ya Ali. Buningda grammatika, biz so'zgan grammatika yo'q, ha? Fi faslina 14 taliban. Buningda son bor. 14 taliban bilan birga keldi. Taliban erli shakli bo'lg'achqa 14 tavilan 10 nimasiz keldi, ta'siz keldi. At-tullabu fi faslina aksar. Fihi 19 taliban. Ma'runda 19 o'xshashlar Talibanga mas holda 9 tavilan 10 nimasiz keldi, ta'siz keldi. Undan keyingi alaysa kazalik va tawilun jiddan alaysa kazalik degan jumlada alaysa kazalik qanday qilindi ishlatilindi. Shunday emasmi? Shundaymi? Buning javobi nima deyildi? Bala, shundoq. Undan keyin walakinna hamidan atwalu minhu ismi tafdil bo'lib nima bilan ishlatilindi? Min bilan ishlatilindi. Tarjimada uningdan roq yoki uningdan roq, ya'ni uningdan egizroq, shundaymi? Undan keyingi jumlada innahu atwalu talibun fi faslina atwalu talib muzaf bilan ishlatilindi, shundaymi? Ya'ni o'quvchining eng egizi yoki o'quvchilarning ichidagi nimasi eng egizi. Undan keyingi va man atwalu talibun fi faslikum degan jumladami? Shu atwalu talibun muzaf bilan shaklda kelgan shakl. Undan keyingi jumlamiz shu atwalu talib o'xshashlar. Shukran ya Ali, xatti jamil va xattuka ajmal degan jumladami o'xshashlar, xattuka ajmal. Sizning xatingiz, pochorkingiz meningkidan nimroq, chiroyliroq. Ammo yerdagi ajmal 3 xil yo'lning hech qaysidan kamidi. Ya men bilan kamidi yoki ismi tafsillab nima? Muzaf bilan shaklda kamidi yoki alif lamlik kamidi. Deb savol tushib qolsa, jumlaning siyog'iga qarab xattuka ajmal degan asli xattuka ajmalu min xatti deb tushunamiz. Unday bo'lgandan mazmun jihatda yana nima bilan ishlatilgan, min bilan ishlatilgan hisobda sizlarning xatingiz chiroyliroq, kimnikidan, menikidan deb tushunsak bo'ladi. Undan keyin akbaru minka am huwa asghar. O sizdan cho'ngroqmi, kichikroqmi? O'xshashlar. Akbaru nima bilan ishlatilindi? Min bilan ishlatilindi. Endi keyindagi bilakki asg'arga kelsak, bu yerda yo'q bo'lsa, oldidagi min bo'lg'achqa keyinga akilish nima hojatsiz. Shu oldidagi minkadagi min bilan kifoya qilamiz. Huwa asgharu minni o'xshashlar ismi tafzil nima bilan ishlatilgan? Min bilan ishlatilgan jumla shakli. Ana fil mahja'il khamis. Ma'rundagi al-khamis biz bugun dars o'rgangan nimasan? Darajasan. Endi 5-yotoq. Xamsa gap qolsa 5 degan bo'ladi, shundaqo. Ma khamis nimani ifodalaydi? Darajani. Anchinchi, manchinchini ifodalaydi. Undan keyingi jumladagi fil mahja ana fil mahja'i thamindagi thaminni o'xshashlar qandasan? Darajasan. Tarjimasi 8-chi deb tarjima qilamiz. Huwa ab'adu min mahja'ikum degandagi ab'ad yani o'xshashlar ismi tafsil bo'lib nima bilan ishlatilganda min bilan. Tarjimasi o'xshashlar sizlarning yaqinlardan yiroqroq. Ayyuhuma ahsan. Ayyuhuma ahsan. Ayyuhuma biz boya azroq so'zlab o'tgan u ikkisining qaysi degan ma'noda ammo grammatikaga cho'ng bir munosabat yo'q. Undan boshqa al-mahja'ul khamis ahsan. Ahsan yana yolg'iz kelmadi. Biz buni tushunishda yana nima deb tushunamiz? Al-mahja'ul khamis ahsanu min al-mahja'il thamin deb tushunamiz.
5-chi yataq 8-chi yataqdan nimaroq yaxshiroq deb tushun. Masalan, keyingi ghurafahu awsa'u deganimi? Ghurafahu awsa'u min ghurafi al-mahja'i as-samin. 8-chi yataqning yataqlaridan 5-chi binoning yataq binosining yataqlari kengroq. Oxirgi keyinlagan la minba deb tushunamiz. Nawafidahu akbar degan nawafidahu akbar min nawafizil mahja'i as-samin deb tushunamiz. Marahizahu anzab degani marahizahu anzab min marahiz al-mahja'i as-samin deb tushunamiz. Va sururul lati fihi ajmal degani ajmalu min as-sururul lati fil mahja'i as-samin deb tushunamiz. Demak, garchi shunday qaramoqqa min kelmagan bo'lsa-mu, ammo jumlaning siyoqidan minning baliqi chiqib turdi. Shunga tarjima qilgan vaqtimi nima bilan birga tarjima qilamiz, min bilan birga tarjima qilamiz. Endi men ko'nikmalarni bir qator tushuntirib o'tay. Birinchi ko'nikma, tuvandagi savollarga javob berang. Ajib anil aslatil atiya. Bu yana o'xshash darsning mazmuniga munosabat bo'lg'achqa tekstni takrorlab bo'lgandan keyin javob bersak bo'ladi. Ikkinchisi, ضع هذه العلامة الصحيحة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة خطأ أمام الجمل التي ليست صحيحة. To'g'ri belgisini to'g'ri jumlaning oldiga, xato belgini to'g'ri bo'lmagan jumlaning oldiga qo'ying. Birinchisi, at-talibul jadid allazi jaa ams ismuhu Usama. O'xshashlar hozirgi jumlamizning mazmun jihatda dialogga mos kelsa to'g'rildi, mos kelmasicha to'g'ri bo'lmaydi. Shu bilan dialogning mazmunini o'rganib bo'lgandan keyin, o'zlashtirib bo'lgandan keyin javob bersa, to'g'ri xatolarni ayirsak bo'ladi. Üçüncü mashq iqroil amsila al-atiya li ism tafdil. Tuvandagi ism tafdilning misollarini o'qib chiqing da'vatidir. Biz o'qib chiqib nimani tushunsak bo'ldi. Yuqorida biz tushuntirgan ism tafdilning 3 xil ishlatilgan shaklining qaysi ekanligini tushunsak bo'ldi. Masalan, Hashim tawil va Hamid atwalu minhu. Nima bilan ishlatiladi? Min bilan. Tarjimasi din raq. Amina sagira va Zaynab asgharu minha. O'xshashlar. هذا الكتاب أسهل من ذاك. هذه السيارة أجمل من تلك. همشادن اسم تفضيللerinki min bilan ishlatilinish yoki muzab bilan shaklda ishlatilishini tushunsak bo'ldi. Ammo ism tafdillarga ism tafdillerinki erlik ayollik masalalari keyingi navbatda tafsili bayon qilinadi. 4-chi mashq kavin jumalan min al-kalimat al-atiya musta'milan ism at-tafdil. Tuvandagi so'zlardan ism tafdilni ishlatib jumla tuzingda bo'ladi. Masalan, Hashim, Tawil, Osman. Chiqiblam turibdi, Hashim, egiz, Osman deb turibdi. Buni biz deymiz, Hashim Osmondan egizroq degan jumlani ism tafdil orqali ifodalaymiz. Masalan, Hashim atvalu min Osman. Shu bo'yicha boshqalarni ishlasak bo'ldi, ha? 5-chi ko'nikma iqroil amsila va havil al-jumal al-atiya ala gharariha musta'milan ism at-tafdil. Misollarni o'qing, tuvandagi jumlalarni shu o'lcham bo'yicha ism tafdilni ishlatib o'zgartiring deyapti. Masalan, Muhammad talibun Hasan deganni Muhammad ahsanu talibun fil fasl o'zgartirishni ism tafdilni muzab bilan shaklda o'zgartirib turishnago. Ikkinchi bergan misol, haza baytun jamil, haza ajmalu baytun fi shari. Bu ko'chadan ichidagi eng chiroyli uy. Üçüncüsü Amina taliba sagira, Amina asgharu talibatun fil madrasa. Demak, yuqoridagi 3 misolni berdi, biz qolganlarini mushu bo'yicha qanday qilsak bo'ldi, ishlasak bo'ldi, ha. 6-chi ko'nikma iqroil masalayn sumarrid bayna kulli jumlatayn fima yali musta'malan lakin wa'lam anna lakin min akhawatihinna. Tuvandagi 2 misolni o'qing, undan keyin tuvandagi har jumlaning o'tirini lakinni ishlatib bog'lang. Shuni bilib olayinki, lakin inning turdoshlarining qatorindagini bu o'xshashlar mubtada xabarning ustiga kirib, mubtadani zavar xabarni qanday qildi, pesh qildi. Bu nuqta qalbimizda bo'lsin. Masalan, bizga bergan misol at-tullab kathir, al-fasl saghir. Buni qarab baqsaq mazmun jihati bir-biriga nima? Qarama-qarshi jumla. O'quvchilar ko'p, sinf nima kichik. Mujni o'tirdiga qarama-qarshini nima bilan bog'laymiz? Lakin bilan. At-tullabu kathirun lakin al-fasl nima? Saghir. Hamid mujtahid sadiquhu kaslan. Hamid tirishchan, do'sti Hurun. Ana bu yerdagi Hamid Hurun, siz tirishchan, uning do'sti Hurun deganni nima bilan bog'lasak eng munosib chiqadi? Lakin bilan. Hamid mujtahidun lakin sadiquhu kaslan. Ikkala misolda qarab baqsaq, lakindan keyin kelgan ism nima qildi? Zavar qildi. Asli mutaddi shunaqa.
Muhammed Tavil, Hamid Qasır deganlarni shu bo'yicha o'zgartirsak bo'ladi. 7-ko'nikma ikki misolni o'qib, ka'annini to'ndagi jumlaga kirgizing. Shuni bilib olingki, ka'annimi inini tutashini qataradi. Unutib qolmang demak. Ya'ni mubtadani ism qilib zavar qiladi, xabarni o'zini xabar qilib qana qildi, pesh qildi. Masalan, man hazal fata ka'annahu akhuk. Man hazihi tifla ka'annaha ukhtuk. Bu kichik qizchaqki, xuddi sizningizdek. Mushu bo'yicha qolgan o'zgarsak bo'ldi. Huwa zamil deganda Man hazal fata, bu yigit kim? Ka'annahu zamiluk. Mana mushu bo'yicha o'zgarsak bo'ladi. Hiya tabiba. Man hazihi al-fatat? Ka'annaha tabiba. Mushu bo'yicha o'zgarsak bo'ladi, ha? Ka'annani kirgizsak bo'ladi. 8-ko'nikma iqro ma yali tuandagi jumlalarni o'qing davatida tuandagi birikmalarni asosiy maqsad bizga salloninki arlik ismlar bilan birikkan vaqtdagi o'zgarish ahvolini ko'rmoqchi. Bizning so'zni o'qib ahada ashara taliban talib arlik bo'lgancha ahada arlik asharamnimo arlik isna arlik asharamnimo arlik ammo 3dan keyin 13dan keyin salasata ayollik asharamni tildi arlik bo'ldi 19gacha. 9-ko'nikma tuandagilarni o'qing. Bunda kelgan sonlarni harf bilan yozing. Bu daftarimizga ishlaydigan, ha? 10-ko'nikma tuandagilarni o'qing deyapti. Endi bunda asos bizga daraja sonlarni bildirib qo'ymoqchi. Bu to'g'riliqmi biz bayatini so'zlab bo'ldik shundami? Qolgan o'zimiz bir-birlab o'qib olsak bo'ladi. 11-si إنعت الأسماء الآتية بالعدد الترتيبي المشتق من العدد المذكور أمام كل واحد منها. Tuandagi ismlarni har birining oldida so'zlangan sonlardan chiqarilgan daraja sonlar bilan sifatlanadi. Demak, cho'g'ini har birining keyniga daraja son qo'ying. Masalan, al-yawm debdi, keyniga necha yozib qo'yibdi? 8 yozib qo'yibdi-ku. 8 ning daraja son qanday chiqadi? Al-thamin. Al-yawmus-samin. Nechinchi kuni? 8-kuni. Fis-sana debdi. Sana erlikmi ayollikmi? Albatta ayollik. Keyin yozib qo'ygansan 4 shundami? 4 ning ayollik daraja shaklini chiqarib turib, sanaga sifat qilamiz. Bunda fis-sanatir rabi'ati. Nechinchi yilisi? 4-yilisidir. طيب yangi darsimiz mushaqchi bo'lsin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.